Qo'qonim loyihasida qaysi darajada ketyapti Obidjonaka ishlarimiz? Xudo xolasa birinchi blogimiz almas etkinlari yakunlash arafasidamiz. Tez kunlarda unga regl betonni quyamiz. Undan keyin plita montaj ishlari davom etadi. Ikkinchi blogimizda ham o'z regl ishlarini boshlab o'rganamiz. Tez kunlarda xudo xolasa unisi ham shu holatga yetib keladi. Uchinchi blokda qachon boshlaysiz? Uchinchi blogda ertandan boshlab izolyatsiya ishlari boshlanadi. Bu ham uzoq bir 2-3 kunda almas etgan ishlarini boshlab o'ramiz. Pastki qismiga betonlarni oldingiz bugun. Oldik bugun. Endi izolyatsiya, keyin o'sha armasetik so'qish jarayonlariga ketamiz bundan Shunday. Obidjonaka oldi qatorda ishlarimiz qaysi darajada ketyapti? Xudo xolasa bu yer ko'mish ishlari olib borilmoqda, izolyatsiya ishlari yakunlangan. Bundan keyin mana kranlarimiz joylari tayyor. Xudo xolasa 3 kunda buni o'rnatib, unumdorligini yanada oshiramiz. Ikkinchi, uchinchi blokda ish jarayonlari qaysi tempda ketyapti? Ikkinchi blogimiz ham mana ko'rishingiz mumkin, regl ishlari boshlab yuborilgan. Xudo xolasa tez kunlarda bu ham regl betonlarni quyamiz. Bundan tashqari mana 3-blok ko'rishingiz mumkin. Beton ishlari yakunlandi. Undan keyin izolyatsiya xudo xolasa tez kunlarda ertandan boshlab izolyatsiya ishlari boshlanadi. Obidjonaka ustalarimiz soni nechta? Ustalarimiz 40 ta ishlayapti shu yerda. Yana 20 ta chaqiring. Ishni yana tezlashtirishimiz kerak, narigi bloklarga yo'l ochishimiz kerak. Xudo xolasa harakatdamiz. Tunu kun xizmatdamiz.